Naqma endi dadajon, turing endi. Kuyovlarim, men pishganga o'xshayman. O'xshamaysiz, siz aniq pishgansiz o'zi. Vasiyatda eshitdinglar. Ya, mashinami? Eshitadigan kunam bor ekan, qaysi uyda, kimga? Meni Shahlo Ahmedovaga uylantirib qo'yinglar. Bu qaysi odam aytgandan qaytmas ekanda. Rostdan qachongacha yuraman, uylantirib qo'yinglar meni ham. Turing undan ko'ra bir aylantirib kelaylik, yotavermasdan uyda ham hidlantirib tashasiz. Turing endi. Ketaymi? Anaqa kuyov bulutchisi bormi? Bor, nima qilasiz? Uylab olsam bo'ladimi, qo'shib qo'yib ketaman. Mayli, bemalol. Ha, mana. Sevgimni avayla, bu yuragimni o'zingga joyla. Boja, odam qattiq qo'rqqanda xotirasini yo'qotadi deb eshitganman. Balki Shahlo unutaverar. Mana eshitganman va shularni. Hey, zo'r ekan, keyingi safar Shahlo bilan uchaman. Kuyov, qayta tug'ilish iloji bo'lganda Shahloni admini bo'lib tug'ilardim. Undan Shahloni opasi bo'lib tug'ilning, quchoqlashib yurasiz. Ustimdan kulmay, o'zi yurak yonyapti, yurak. Kakras ichiz yonayotganini bilib, mana Mikko suvlaridan olib kelganman. Chanqog'izni bittada qoldiradi. Anorli, nokli qaysi biridan ichasiz? Bu o'zimizning milliy mahsulot. Ichiga tabiiy sharbat qo'shilgan. Zo'r ekan-ku. Ha, zo'r suv, men doim ichaman. Siz fikringizdan qaytdingizmi, shuni gapiring.